kat yo'lda rasxoti ko'payib ketishi, bundan tashqari do'stlar, yaxshi isitmay qolishi nimadan bilasizmi? Palon pulga kat yo'l o'rnatgansiz, lekin rasxotingiz ko'p bo'lyapti. Uyingiz yaxshi isimayapti, chunki siz buni tozalamayapsiz. Foydali ma'lumot, oxirigacha ko'ring. Kat yo'lda do'stlar 3 kunda bir tozalab turish kerak ekan. O'shanda mo nagarlari tushsa do'stlar, ham tez isitadi, ham ekonom qilar ekan. Bu ko'rib turgan kat yo'llarning aqlli smart kat yo'l bo'ladi. Telefonga ulanadi. Eng zo'r tarafi do'stlar, mana shu 500 kvadratli kat yo'limiz 800 kvadrat joyda do'stlar, hop 40 gradus, 45 gradusda ushlab berib turibdi ekan. Rasxotga keladigan bo'lsak do'stlar, 60 kilo sutkasiga rasxot qilyapti. Original Xitoydan keltirilgan motor qo'yiladi. Original miya qo'yiladi. Wi-Fi telefoningizga ulanadi. Mobodo tiqilib bo'lsa 3 marta orqaga, keyin 10 marta oldiga aylanib, katta ko'mirda g'ajvor ichkariga kirgizib yuboradi do'stlar. Eng zo'r tarafi rossiyskiy turli do'stlar listdan yasaladi. 150 kvadratdan do'stlar 2,5 kvadratgacha yasab berishaveradi. Yonishiga baho berasiz. Gradusga sig'sa o'zi o'chadi, yana tushib ketsa yana o'zi yonadi. Aqlli smartidan bo'ladi. Pastda nomer bor, aloqaga chiqsiz. Vodiyga dastlabki astigiraga qolgan joyga kelishamiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqaverasiz.